Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekistonni musobaqadan chiqarib yuborgan Yaponiya U17 Osiyo Kubogini qo'lga kiritdi. Saudiya Arabistoni mezbonlik qilgan 17 yoshgacha futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi turniri o'z nihoyasiga yetdi. Finalda bosh sovrin uchun Yaponiya va Xitoy terma jamoalari bahs olib bordi. Gollarga boy va murosasiz kechgan uchrashuvda yaponiyalik futbolchilar 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa kunchiqar yurt vakillari o'z tarixida ikkinchi bor ushbu musobaqa g'olibiga aylandi. Sergey Chigadayev boshqaruvidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi o'smirlar o'rtasidagi 2026-yilgi Osiyo Kubogi yarim finali doirasida aynan Yaponiyaga penaltilar seriyasida mag'lub bo'lib musobaqani tark etgan edi. Oq bo'rilar 28-daqiqada gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. 2025-yilgi U17 Jahon chempionatining chorak finalida qizil kartochka olib maydonni tark etgan va 3 ta o'yinga diskvalifikatsiya qilingan Asilbek Aliyev penaltidan unumli foydalanib O'zbekistonni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Ikkinchi bo'limda yaponiyaliklar hujumlar sonini oshirdi va 90+7-daqiqada hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. 1-1. Penaltilar seriyasida Yaponiya 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa O'zbekiston U17 terma jamoasi yarim finalda o'z yurishini to'xtatdi. Ma'lumot uchun, mazkur musobaqa Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan 21-marta tashkil etildi. 2025-yil aprel oyida Saudiya Arabistonining Jidda va Toif shaharlarida o'tkazilgan qit'a chempionatida Islombek Ismoilov boshqaruvidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi o'tkazilgan 6 ta uchrashuvning barchasida g'alaba qozonib, bosh sovringa ega chiqqan edi. Kongo DR Jahon chempionatiga bora olmasligi mumkin. Jahon chempionati start oldidan guruhdoshimiz Kongo DRda jiddiy muammo kuzatilmoqda. Oldinroq ma'lum qilinganidek, Ebola virusi mamlakatda keng avj olgan va shu boisdan 177 nafar inson hayotdan ko'z yumgani tasdiqlangan. AQSh hukumati esa ayni damda terma jamoa futbolchilarining izolyatsiyada bo'lishini talab qilmoqda. Aks holda futbolchilar jahon chempionatida ishtirok eta olishmaydi. Turnir 11-iyun kuni start oladi. Terma mundialdagi ilk bahsini esa 17-iyun kuni Portugaliyaga qarshi o'tkazadi. Kongo DR termasining O'zbekistonga qarshi bahsi esa 28-iyun tongida o'tkaziladi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev jarohat tufayli JHC'da qatnashmaydi. Milliy jamoa himoyachisi Ibrohim Halil Yo'ldoshev mashg'ulotlar paytida oyog'ining to'piq qismida noqulaylik his qilgan. Dastlabki tibbiy diagnostik va klinik tekshiruv xulosalariga ko'ra, himoyachimizning eski jarohati bezovta qilgan va uning tiklanishi uchun 1 oydan ko'proq vaqt talab etiladi. Shu sababli Yo'ldoshev jahon chempionatida ishtirok eta olmasligi ma'lum bo'ldi.